Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Mana shu echkimiz sotiladi. Birinchisiga bo'g'oz xudo xolisa. Martda tug'ilgan yosh narsa. Tez yetildi. O'shanga takaga qo'yib yubora qoldik. Tushunganlar uchun onalari 4-5 litrgacha sut beradigan sutli liniya. Hozir umumiy ko'rinishini video qilamiz. Keyin yana kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar. Telegram orqalimi bo'y-mo'ylarni o'lchab berishimiz mumkin. Bo'ylarni ham o'lchaganimiz yo'q, sotish niyati yo'q edi o'zi. Narxi 6 million so'm kami bor. Toshkent viloyati Zangiotada. Xudo xolisa men echki qilaman degan odamlarga bitta oilani ta'minlab sutga to'ydirib yuboradi xudo xolisa. Oilamdan endi yelinlari hali solmagani bir oygina bo'g'oz bo'ldi o'zi. Chiroyli narsa. Alpiyskiy bilan zanindan chiqqan. Buni ham o'ta zo'r takaga qo'ydik. Xudo xolisa echkini tushunadiganlar yaxshi baholashadi degan umiddamiz. 6 million kami bor. Yetkazib berish masalasini ham kelishamiz. Telefon qilavering. Xudo xolisa mana shunaqa urg'ochi echki xudo xolisa sotiladi. Toshkent viloyati Zangiotada. Telefon raqamimni aytib ketaman. Mabodo anaqada ham bo'ladi. Shu videoni tagida ham bo'ladi. 33li 114 51 50. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu echkini yaxshi xonadonga xudo xolisa joylashtiramiz. Olaman degan ishqibozi bo'lsa telefon qilinglar. Sutli liniya.